Siz gidroizolyatsion material Proquickning amaliyotda real sharoitda ishlashini ko'rishni xohlaysizmi? Marhamat. Ko'rib turganingizdek, podval ichidagi drenaj quvurida suv sathi 60-70 sm-gacha yetgan. Bunday sath podval tashqarisida ham suv shu balandlikda turganini va konstruksiyaga kuchli bosim o'tkazayotganini anglatadi. Birinchi bosqichda suvni nasos orqali chiqarib tashladik. Bu jarayon ancha vaqt talab qildi, chunki grunt suvlari bosimi yuqori bo'lgani sababli suv tezda yana qaytib to'laverdi. Shu bilan bir vaqtda muammoli joyga to'liq kirish imkonini yaratish uchun biz drenaj quvuri atrofini tezkorlik bilan ochdik va quvurning bir qismini kesib tashladik. Shundan so'ng asosiy bosqich Proquick materiali bilan quvurning ichki qismini plombaladik. Proquick bu tez 20-30 soniyada qotuvchi maxsus gidroizolyatsion tarkib bo'lib, qotish vaqtida kengayadi va hatto faol oqim paytida ham suvning keyingi kirib kelishini to'liq bloklaydi. Keyin suvning tashqi kontur bo'ylab aylanib o'tishini oldini olish uchun shu material bilan quvur atrofidagi bo'shliq ham to'ldirildi. Qo'shimcha ravishda biz barcha yoriqlar, tutash joylar va burchakli choklarni ham ta'mirlovchi gidroizolyatsion tarkib bilan yopib berdik. Natijada yaxlit va ishonchli himoya konturi yaratildi. Agar sizga ham shunday material yoki professional maslahat kerak bo'lsa, murojaat qiling. Biz muammongizga mos to'liq yechimni taqdim etamiz.